Qarshida bunaqangi narxga uy topolmaysizlar degan videomiz bor edi. 108 kvadratli bir kunda sotilib ketuvdi. Yana shunaqangi uy chiqdi, ya'ni kvadrat metri 74 kvadratdan iborat yangi qurilgan domlardan, joyi Paxtazorda joylashgan 5 qavatli domning 3-qavatda joylashgan uyimizga kelganmiz. Srochniy sotiladi. Asosiy eshigimiz, bu tarafda zal, oshxona, sanuzeli va yana spalni xonamiz joylashgan. Endi to'liqroq tushuntiradigan bo'lsam, zalimiz juda ham keng, 74 kvadrat deb aytdim. Kvadrat metriga hisoblasalaring, bu narxda ham topolmaysizlar bunday uyni, ya'ni yangi qurilgan novostroykalardan. Oshxonamiz juda ham kattagina, ya'ni o'tiradigan joy qilsalaring bo'ladi. Bu yerda esa duh konturni, отопленияni ishlaydigan qilingan. Bu yerga bemalol o'tiradigan joy qilib, choy ichib o'tirsangiz bo'lar ekan. O'rta qatorda joylashgan joyi, sanuzel bitta joyda joylashgan va juda ham keng, ya'ni bitta xonani sanuzel sifatida foydalanishib ketishibdi, ya'ni quruvchilar. Bu yerda esa ko'rishingiz mumkin, spalnimiz joylashgan. Hamma narsasi qoladi. Ko'rgan narsalaringizda hammasi qoladigan. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini 42 ming dollar deyishyapti. Aloqaga chiqsalaring, bemalol kelib savdo qilib o'tadigan joy bor. Olsalaring bo'ladigan joy.